Şinjan Uyghur Abdunum Rayonluq Partkom Xalq Hökumətining qo'llashi bilan 2013-yili 6-ayning 15-kuni diyorimizdagi eng oliy o'qitish yurti Şinjan Universiteti Filologiya instituti bilan Muallim elektron fan texnik shirkati birlashib uyushtirgan yangi asrdagi Uyg'ur tili tadqiqoti va o'qitishi mamlakatlik ilmiy muhokama yig'ini Şinjan Universitetida dag'dug'liq holda o'tkazildi. Diyorimiz ichki sirtidan kelgan Uyg'ur tili tadqiqoti bilan shug'ullangan tilshunos olimlar Urumchiga jam bo'ldi. Yig'inda Uyg'ur tili o'qitishi va Uyg'ur tili tadqiqotiga oid 36 parcha maqola topshirilib, 23 parcha ilmiy maqola o'qib o'tildi. Yig'in 6-ayning 15-16 kunlari 2 kun davomlashdi. Yig'inga Şinjan Uyg'ur Abdunum rayonining til yiziqishlariga munosabatli rahbarlari, Uyg'ur tili tadqiqoti bilan shug'ullangan mutaxassis olimlar, tadqiqotchilar, diyorimizdagi har qaysi gazet jurnal taratqular, oliy maktablar va Uyg'ur tili o'qitishi va tadqiqoti bilan shug'ullanadigan o'rinlarning mas'ullari, Şinjan Uyg'ur Abdunum rayonining ichki sirtidagi oliy maktablarning doktor, magistr aspirantlari, fan tadqiqot o'rinlarining tadqiqotchilari, axborot nashriyot sohasidagi rahbarlar va xizmatchi xodimlar, shundaqla diyorimizdagi milliy korxonalarning mas'ullari va har qaysi oliy maktablardan kelgan o'quvchilar vakillaridan bo'lib 500 dan ortiq odam qatnashdi. Yangi asrdagi Uyg'ur tili tadqiqoti va o'qitishi mamlakatlik ilmiy muhokama yig'ini hozir rasmiy boshlandi. Bugungi bu jirin kishilarga elning ko'zining 52ligini isbotlaydi. Ya'ni xalq o'zining tilining taraqqiyot to'xtasdan to'xtalligini, olim mutaxassislarni to'naydigan ko'zining borligini kishilarga bir uqtirdi. Hozirgacha maxsus yangi asrdagi Uyg'ur tili tadqiqoti va o'qitish haqida tunji qatimliq ishmoq. Uning ustiga mamlakat bo'yicha mundaq bir ilm muhokama yig'inini o'tkazishmi oson emas. Bu Uyg'ur tilining bundan keyingi taraqqiyoti ve tadqiqot xizmatlarini ilgili sürüşte nəhayət zor türkülük rol oynaydı. Hem de benim karşımda Uyghur tilde hazır mandak bir tüm mesele var. Burun Uyghur tili o'qitishi hem tadqiqoti to'g'risida maxsus bunday yig'inlar ochilmoqda. Uyg'ur tilimiz ma'lum qirislarga duch kelyapti. Ma'lum qiyinchiliklarga duch kelyapti. Uyg'ur tili tadqiqoti hem Uyg'ur tili o'qitishi hargiz to'xtab qolmasin. Uzluksiz ravaş tapsın. Bular emas meningcha o'tib ketadi. Uyg'ur tilimiz tarixdan buyon bir kun xirissiz turgan emas. Shu yoshlarga umidimiz zo'r, ham ishonchimiz komil. Mayli qandaq sinoqlar, qirislar o'tirgan bo'lishini qat'iy nazar Uyg'ur tilimiz yo'qolmaydi. Chunki biz hammamiz Uyg'ur tilini suyamiz. 10 milyonga yaqin Uyg'ur xalqimiz var. Biz ana tilimizni qadrlaymiz. Bugun shu hozirgi zamon Uyg'ur tili tadqiqoti va o'qitish to'g'risida mamlakatlik bir mukofotlash va ilmiy muhokama yig'in chaqirildi. Buning qatnashganligimdan va mukofotlanganligimdan bakmi suyundim. Endi bu Uyg'ur tili tadqiqoti bo'yicha bundaq bir mukofot mamlakat ichida hozir qadar ta'sis qilinmagan. Yangi asrdagi Uyg'ur tili tadqiqoti va o'qitishi mamlakatlik ilmiy muhokama yig'ini bizniki Uyg'ur til yiziqi bo'yicha ilib berilgan ma'rif va tadqiqotlarni bu yangi bir asr boshlangan shunday bir vaqtda texmo yaxshi planlash va uni taraqqiy qildirish yuzasidan uyushtirganligi uchun nihoyatda tarixiy ahamiyatga ega muhim bir yig'in bo'ldi. Bu qatimliq ilmiy muhokama yig'in yangi asrdagi Uyg'ur tili tadqiqoti va o'qitishni markaz qilgan bir qator amaliy masalalarni o'tirg'a qo'yish va ilmiy holda hal qilishga urinish. Shuning bilan birga Uyg'ur til tadqiqoti va o'qitish ishlarida bir umr yurak qinini sarf etgan olim, tilshunoslarimizning to'kisini muayyanlashtirish va ularga eng oliy ehtirom tashakkurlarni bildirish va muallim tilshunoslik mukofotini tarqitish uchun ochilgan. Yig'inda oldi bilan munosabatli rahbarlar so'z qilib,
yangi asrdagi Uyg'ur til tadqiqoti va o'qitishi mamlakatlik ilmiy muhokama yig'inining ochilganligini qizg'in tabrikladi. Orqadan Uyg'ur tili tadqiqoti haqidagi maqolalar o'qib o'tilgandan keyin muallim tilshunoslik mukofotiga erishgan 11 nafar tilshunos olimimizning to'liq tarjimaholi va ish izlari yig'in ahliga so'zlab chiqildi. Bu qitimliq tilshunoslik mukofoti munosabatlik o'rinlar va baholash hayatlarining inchki tanlashi va Uyg'ur tilshunoslik sohasida to'pisi alohida ko'rinarlik bo'lgan. Uyg'ur til tadqiqotida muhim izbosarlarni yetishtirib olgan. Uyg'ur til tadqiqotida to'pisi alohida zo'r bo'lgan Mirsulton Osmonov, Letip To'xti, Muhabbat Qosim, Abdurauf Po'lat Taklimakani qatorliq 11 nafar tilshunos olimimizga tarqatildi. Mukofot tarqitish murosimi hayajonliq ilkida elib berildi. Har bir yig'in ahli tilshunoslik sohasidagi bu to'hbikor ustozlarning Uyg'ur til o'qitishi va tadqiqotga qo'shgan ajr mehnat dokladlarini astoydillik bilan anglab, xotira qoldirib, ustozlarga chin yurkidan eng oliy tashakkur va ehtiromlarini bildirishdi. Guldiras olqish sadolarini to'xtamay chaldi. Yig'inning ikkinchi kunida Uyg'ur tilining har qaysi tarixiy davrlarga oid tadqiqot maqolalari o'qib o'tilib, Uyg'ur til tadqiqot metodi, til tarkibi qismi, o'qitishi qatorliq har qaysi turlar bo'yicha muhokama elib berildi. Har qaysi tilshunos olimlar, tadqiqotchilar Uyg'ur til o'qitishi va tadqiqotga munosabatlik ko'z qarashlarini o'tirg'a qo'yib, yig'in ishtirokchilarining muhokama qilishiga sundi. Tilshunos olimlar bir yerga jam bo'lib, Uyg'ur til o'qitishi va tadqiqoti haqida savol-javoblar va muhokamalarga qatnashib, yangi asrdagi Uyg'ur tiliga munosabatlik bir qitimliq katta yig'in dag'dug'liq holda o'tkazildi. Al-Kuyi to'ri bu qitimliq yig'in ahvolidan barliq to'rdoshlarni xabardor qilish maqsadida yig'in mazgilida har qaysi tilshunos olimlar Uyg'ur til tadqiqoti va o'qitishi bilan shug'ullanuvchi ustozlar bilan suhbat o'tkazib, to'rdoshlarning huzuriga sundiq. Yangi asrdagi Uyg'ur tili tadqiqoti va o'qitishi mamlakatlik ilmiy muhokama yig'ini hozir rasmiy boshlandi. Men oldi bilan Şinjan Üniversitesi Filologiya instituti ve Şinjan Muallim Elektron Texnik Yetiştirme Vakalidan yig'inimizga qadam tashrif qilgan aziz mehmonlarni tunishtirib ketaman. Yuqorida ismi chiqqan rahbarlar, mutaxassis olim, tadqiqotchilardan boshqa bugungi yig'inimizga Abnur rayonimizning ishi sirtidagi oliy maktablardan, fan tadqiqot o'rinlaridan o'qituvchilar va tadqiqotchilar, axborot nashriyat sohasidagi rahbarlar va xizmatchi xodimlar, Abnur rayonimizdagi milliy korxonalarning mas'ullari, bir qism oliy maktablarning doktor va magistr aspirantlari va to'liq kurs o'quvchilari, shundaqla Şinjan muallim shirkatining Abnur rayonimizning har qaysi viloyat layihalaridagi xizmatchilar bo'lib, 400 ga yaqin odam qatnashdi. Men bugungi yig'inimizga sharaf tushgan mutaxassislarga alohida ehtiromimni bildiraman. Hammalarning kelgan qadamlarga qutlu bo'lsin. Hurmatli rahbarlar, mutaxassislar. Til bir millatning ro'yi va qiyniga singan madaniyat belgisi. Til u faqat aloqa quroli bo'lib qolmasdan, balki millatning madaniyat tafakkuri shakli. Til u bir millatning tarixi bilan kelgisini tutashtirgan ko'rik. Uyg'ur tili Cumhuriyet millatları cho'ng oilasidagi o'ziga xos madaniyat asosiga mol yozma yodigarliklarga ega bir til. Bizning bugungi bu yig'inni uyushtirishimiz maqsadimiz yangi asrdagi Uyg'ur tili tadqiqoti va o'qitishni markaz qilgan bir qator amaliy masalalarni o'tirib qo'yish va ilmiy holda hal qilishga urinishdan iborat. Yurak qanini sarf etgan, minnatsiz bir umr kurash qilgan tilshunoslarning to'kisini muayyanlashtirilgan va ularga eng oliy ehtirom ko'rsatilgan katta yig'ilish. Bugungi bu yig'inimiz elning suyida oqqanlarga suv bo'lib qo'shila oladigan, o'tida ko'yganlarga yolqin bo'lib qitila oladigan, yana bir avlod tarixchilarning
erning kimi elde deyilgan ticaret ve marifat royunu namayanda kılgan izzet ikram ediliş. Bugünkü bu Uyghur Dili Tadqiqatı ve O'qitish yo'qsiz ilmiy muhokama yig'inining ichilishi hozirgi davrda sizdan qanday bo'ladi deb qaraysiz? Bir tilni yaratgan egisi shu xalq bo'ladi hamda. Bu til shu xalq tarafidan qadrlandi, shu xalq tarafidan taraqqiy qildirildi hamda. Bugungi bu yig'in kishilarga hamda elning ko'zining 52ligini isbotlaydi. Ya'ni xalq o'zining tilining taraqqiyotga to'hfa qo'shgan to'hfaqalarini, olim mutaxassislarni to'naydigan ko'zining borlig'ini kishilarga bir uqtirdi hamda. Endi hozir sharoitda hamda tillar o'zaro uchrashayotgan, madaniyatlar o'zaro uchrashayotgan, tilning bir madaniyatni barpo qilish jihatidagi gavurlik roli texmi namoyon bo'layotgan bir tarix sharoitda hamda o'zining bir mush tilni tadqiq qilish jihatlarida to'hfa ko'rsatgan olim mutaxassislarni tarbiyalash zarur bo'lib qoldi hamda. Shunga bu yig'in endi bu dahshatganda o'zimizning tilimizningki hozirgi madaniyatdagi raqobatidagi o'rnini ta'kidlash, bundagi raqobat iqtidorini o'stirish jihatlarida kishilarga bir xil jiddiy bir tarbiyalash roli bor deb qarayman bu yig'inga. Ikkinchidan endi buni tilni qadrlaydigan qahramonlarni yana o'xshashlar xalq ichidan chiqadi endi. Ma'lum shirkati endi Uyg'ur tilini hozirgi zamonga loyiqlashtirish, hozir zamon yangi til o'rganuvchilarning ehtiyojiga loyiqlashtirish jihatlarida faol xizmat ko'rsatgan bir shirkat endi. Mushunday bir vaqtning o'zida endi xalqdan naf elishlan bir vaqtda yana xalq qaytarib endi kishilarga til tadqiqotining nihoyat muhimligini, agar bir millatning tilining tadqiqotidan ayrilib qolsa, uning taraqqiyotining sog'lom bo'lmaydiganligini, navbatda Uyg'ur tadqiqotining Uyg'ur tilining taraqqiyotidan nihoyat muhim ekanligini kishilarga bir uqtirdi deb qarayman. Meningcha bo'lgan vaqtida buning ahamiyati nihoyat ko'p taraflamalik. Mening bilishimcha, men 50 yildan ortiq mushada shu filologiyada bo'ldim. Hozirgacha maxsus yangi asrdagi Uyg'ur tili tadqiqoti va o'qitish haqida tunji qatimliq ish ma'lum. Uning ustiga mamlakat bo'yicha bundaq bir ilm muhokama yig'inini o'tkazishmi oson emas. Bu Uyg'ur tilining bundan keyingi taraqqiyoti va tadqiqot xizmatlarini ilgari surishda nihoyat zo'r turtkilik rol o'ynaydi. Hozir biz bilimiz jamiyatning Uyg'ur tili haqida, bularni shu ishlatayotgan jonliq tilimiz va yozma til haqida fikr takliflarimiz nihoyat ko'p. Nurg'un narsalarni ilmiy jihatdan dalillashga to'g'ri keladi. Dal mana shunday yig'inlar bizning Uyg'ur tilini qiliblashtirish, sistemalashtirish, taraqqiyot igi qilish va hozir o'ttirib qo'yilayotgan qo'sh til yo'nalishini to'g'ri astoydil ijro qilishda nihoyat zo'r ahamiyatga ega. Chunki bu yerga jam bo'lganlarning mutlaq ko'pchiligi til sohasida uzun muddat ishlagan va mush tadqiqot bilan shug'ullangan, hamda shuning qiziqadiganlar. Shundoq bo'lganligi uchun bu yig'in bundan keyingi Uyg'ur tilining yangi taraqqiyot yuzlanishini belgilashda, Uyg'ur tilini qiliblashtırishda, Uyg'ur tilining keng jamoatchilik ichidagi nopusini tiklashda nihoyat zo'r ahamiyatga ega va shunday afzalliklarga ega deb qarayman. Üniversitemizin muavin müdürü Profesör Nurşat Cumaş Efendi'ni sözü taklif ederim. Ben bu topikar ustazlarını aldın tebriklayman. Tinanlar sağlamak olsun, ömrünler uzun olsun. Sizler bolgaşkılar bu kesinin bugünü bolgan, sizler bolgaşkılar Uygur tilşünaslığı bugünge ulaşkan. Bu qadimki mukofotninki mukofotni ta'sis qilishdagi ba'zi o'lchamlar bunday prinsiplar qo'llanadi. Birinchi, fan qurilishi va ilmiy tadqiqotda natija yaratganlar. Ikkinchi, uzun muddat Uyg'ur tili o'qitishi bilan shug'ullanganlar va o'qitish sifati yuqori bo'lgan o'quvchi-o'qituvchilarningki yaxshi bahosiga erishgan. Üçüncü, ustaz yolluk tilşünaslarını mukaffatlaş. Şunda 3 prensip asas. Bu mukafatga nail bo'lganlarning birinchisi ustozimiz Mirsulton Osmonov efendi. Mirsulton efendi
1929 yılı Azeri Kazakstan'ın Yarkent şehri Karaşlı Akkent ilçesi doğulgan. 1932 yılı ata-anası bilen Oldun ailesi göçüp gelgen. Amil Gappar 1933 yılı Ürümçi doğulgan. Ürümçi 2. Kızlar Otur Mektebi Aklım Rayonluk Televizyon Hizmeti Komiteti, Şindan İstihbarat Fanlar Akademisi, Şindan Uygur Aklım Rayonluk Halk Kurultayı Daimi Komiteti Katarlık organlarda işleyen. Amil Gappar Khan'ın Cumhur Türkiye Tıla İlmi Cemiyeti'nin muavin reisi. Ustazımız Profesör Razak Metniyaz Efendi. Uzun zaman Uyghur tilindeki dialektlerde işledim. Uyghur tilindeki özünün içki tadqiqatı bilen ançacık şoğullanıp ketmedi. Hem de benim karşımca Uyghur tilinde hazır mandak bir 4 xil mesele var. Birisi kilişle meselesi tehi degende kel kılınmadı. İkincisi Uyghur tilindeki derece, peyallarının derece meselesi mi tehi adamlarına kaylı kılmaydı. Üçüncüsü Uyghur tilindeki peyallarının tüs kategoriyası da mı hazır tehi degende kaylı kıldığı mesele. Dördüncüsü Uyghur tilinin stilistik meselesi tehi alban. Muşu mesele yaşlı kaldı. Ben aldı bilen üzemnin ki muşu yığın katnaşkanlığımdan ayeti hoşal buluvatı ben. Onun üstüge muallim tilşunaslık mükafatlığı erişkenligimden teximmi fırsat buluvatı ben. Hem de Uyghur tili bizning ana tilimiz. Bu tilimizni biz adette xuddi havo bilan suvdek endi ayrilanmaydigan o'zimizning shu tug'ilishimizda shunday bizning ona suti bilan kirgandaymiz. Bu bizning o'zimizning muhim aloqa qurolimiz. Yangi asrda endi to'g'ri dunyoning yer sharlishish, iqtisodning bir gavdlashish degandek yangi yuzinishda Uyg'ur tilimiz ma'lum xiristlarga duch kelyapti. Ma'lum qiyinchiliklarga duch kelyapti. Bular hammasi meningcha o'tib ketadi. Chunki bizningki Uyg'ur tili tarixidan qarag'an vaqtimizda Uyg'ur tilimiz tarixdan buyon bir kun xirissiz turgan emas. Tarixda nurg'un tillar, masalan, bizning olimlarimizdan Mahmud Qashqari keyingi Navoiylarning yozib qoldirgan asarlarida shunday ekan, Uyg'ur tili bilan xirist turayotgan tang, xuddi bayga tushgan otlardek, uning bilan baslashayotgan Hindu Yevropa tillari, Xanzo Tibet tillari
Hamit Simit tilleri degandek tillar bilan tang yashab mana bugungi kungacha yo'qolmay shu tillardan o'zi kerakli tarkiblarni qabul qilib beyib mana bugungi kungacha keldi. Yangi davrda yana biz kompyuter davriga kirgandan keyin yangi bir xiris uchirdik. Lekin kompyuter olimlarimizning tirishchiligi bilan ham Uyg'ur tili hozir to'g'riga kompyuter to'g'rida yana shunday bir vasıta bilan qildigan aloqa quroliga aylanganligidan bu sinoqlardan obdan o'tib ketdi. Shunga endi mayli qandaq sinoqlar, xirislar uchirgan bo'lishidan qat'iy nazar Uyg'ur tilimiz yo'qolmaydi. Chunki biz hammamiz Uyg'ur tilini suyamiz. 10 milyonga yaqin Uyg'ur xalqimiz var. Biz ana tilimizni qadrlaymiz. Bundaq ilmiy tadqiqot yig'inlarida bo'lsa yana pat-pat echib bu bir yaxshi boshlanish bo'ldi. Shunga men bu shundan xo'shal. Boshlanish yaxshi bo'lgan ekan, yangi yaxshi boshlanish yerim muvaffaqiyat deydigan gaplar bor. Endi bizning shu boshlanishda bo'yicha biz yana davomli shunday yig'inlarni echib, ta'sirini taxmi kengaytirib, hamma odamga shu o'z ana tilimizni shunday yig'inlar orqali uning muhimligini tuntish, uni varislik qilish, beyitish, taraqqiy qildirish hammamizning bir kishilik majburiyatimiz bağlılığını his qildirish menimcha navbatdagi vazifa deb qarayman. Masalan, shu Uyg'ur tilining taraqqiyoti va Uyg'ur til tadqiqoti uchun zo'r to'plarni qo'shib kelayotgan to'pkorlarimizning biri bugun shu Uyg'ur til tadqiqoti va Uyg'ur til o'qitishi to'g'risidagi ilmiy muhokama yig'inida qatnashib o'tiribmiz. Undaq bo'lsa, bu yig'inning ahamiyatini qanday taraflarda deb qaraylar? Bugun men intayin hayajonlanib o'tirdim. Asosan sabab bundaq ikki. Birinchisi, men bütün hayatımda muş Uyghur tili o'qitishi hem Uyghur tili tadqiqoti bilan shug'ullanib kelgan. 30 necha yil bo'ldi. Endi mushu bütün hayatımda hem nurg'un natijalarni qo'lga keltirdik, hem nurg'un mukofotlarni qo'lga keltirgan. Masalan, mamlakat darajalik, avtonom rayon darajalik, hem maktab darajalik degandek. Lekin bugünkidek munchalik hayajonlanmaganman. Chunki bugungi bu mukofotni men ashularning hammasining ustida qo'ydim. Nima uchun degan chaqda bu mukofot mening butun hayotimga bo'lgan bir baho. Mening o'zim Uyg'ur bolalarga o'z ona tilini o'rgatib, ashuningki nazariyasini o'rgatib keldim. Bugun ashularningki mening mushu qilgan emgikimga bergan bahosini anglab, ashu mukofotni o'tadimda. Shuning uchun men to'liq hayajonlandim. Bu birisi. Yana birisi bugungi bu yig'inda o'tirib men hayajonlanganimning ikkinchi bir sababi burun Uyg'ur tili o'qitishi ham tadqiqoti to'g'risida maxsus bundaq yig'inlar ochilib boqmagan. Ham ochilgan taqdirdami faqat shu maktab o'rinlarida, tadqiqot o'rinlarida ochilgan. Endi ma'nodek maktab o'rni bilan shirkat birlashib o'rtaq bir maqsadda Uyg'ur tili tadqiqotini ilgari surish maqsadida mundaq birlashib ochgan yig'inga tunji qatim qatnashishim. Shuning uchun bugungi bu yig'in hech qanday boshqa yig'inga o'xshamaydi. Bu yerda bizning oliy maktabdagi Şinjan Universiteti Filologiya instituti bilan muallim elektronlik şirkati ikkisi birlashib, ikki o'rin birlashib, o'rtaq bir maqsadda Uyg'ur tili o'qitishi ham Uyg'ur tili tadqiqotini ilgari surish uchun shunday yig'inni ochdi. Shuning uchun meningcha bu yig'in mishada o'ltagan barlig'imizni hayajonga soldi. Kelgusida men ishonamanki, bu xabar jamiyatga chiqqandan keyin jamiyatdagi odamlarimizni cho'qim hayajonga soldi. Muallim, unda bo'lsam shu Uyg'ur tili tadqiqoti bilan shug'ullanayotgan o'qituvchilarga va tilshunoslarga bergan qanday yurak so'zlar bor? Biz endi men o'zim shu 30 yildan buyon nurg'un to'liq kurs bolalarni yetaklab chiqdim. Ularga Uyg'ur tili jihatda, Uyg'ur tiliga oid nurg'un darslarni o'tdim. Ham o'zimmi yana aspirant yetakladim. 40 atrofida aspirant o'quvchilarim bitadi, magistr o'quvchilarni tarbiyaladim. Bulardan nurg'unlari chet ellarda, mamlakat ichida doktorlik unvonlarini elib, yana davomli o'qib, hozir degan birning fakultetimizda qo'lliq o'qituvchi bo'lib ishlayotdi nurg'unlari. Endi mening mushu bolalarga ham mushu Uyg'ur tili bilan shug'ullanayotgan kasbdoshlarimga
deydiğim endi biz çoğun bolduk. Pensiyaga chiqdik. Endi kuchimiz qanchalik qoldi deysiz. Yana tirishmoqimiz ku. Lekin endi xizmatlar ashular qoldi. Umid ashularda. Men ishonamanki, ular cho'qim bizdinmi yaxshi nini ishlarni qiladi mushu jihatda. Ama Uyg'ur tili tadqiqoti ham Uyg'ur tili o'qitishi herkes to'xtab qolmasin. Uzluksiz rivoj topsin. Ashu yoshlarga umidimiz zo'r, ham ishonchimiz komil. Bugungi mushu Uyg'ur tili tadqiqoti va Uyg'ur tili o'qitishi mamlakatlik ilmiy muhokama yig'inining o'tkazilishi mushu Uyg'ur tili taraqqiyotimizdan qanday rol bor deb qaraysiz? Bu qatim Şinjan Üniversitesi Filologiya instituti bilan Şinjan muallim elektron fan texnik şirketi birleşip uyushtirgan yeni asrdagi Uyg'ur tili tadqiqoti va o'qitishi mamlakatlik ilmiy muhokama yig'ini bizniki Uyg'ur til yeziqi bo'yicha ilib berilgan ma'rif va tadqiqotlarni bu yeni bir asr boshlangan shunday bir vaqtda texmo yaxshi planlash va uni taraqqiy qildirish yuzasidan uyushtirganligi uchun nihoyatda tarixiy ahamiyatga ega muhim bir yig'in bo'ldi deb qarayman. Undaq bo'lsa, shu yangidan Uyg'ur tili tadqiqoti bilan shug'ullanayotgan yoshlarga deydigan qanday yurak so'zlaringiz bor yoki bo'lmasa ular qanday shartlarni hozirlash lozim? Bu qatimki bu yig'in meningcha shu Uyg'ur tili, til yeziqi va adabiyoti uchun tadqiqot uchun yangi qadam qo'yayotgan yoshlar uchun nihoyatda muhim ahamiyatga ega. Chunki bu yig'inda 11 nafar bana tövbesi var Uyg'ur til tadqiqotchilari mukofotlandi. Bu bir o'tgan asrdagi bundan burungi Uyg'ur til tadqiqoti uchun aytganda bir xulosa bo'lsa, bundan keyin hozir shug'ullanadigan masalan magistrantlik, doktorantlik mushu Uyg'ur til adabiyoti kasbi bo'yicha o'qiyotgan va mushu sohaga kirib kelgan yoshlarningki Uyg'ur til tadqiqotini, Uyg'ur til yeziqi va adabiyot tadqiqotini zaman qadimiga mos holda taraqqiy qildirish uchun o'zining kuchini, töhfelerini qo'sh yuzasidan aytib aytgan chog'da bu texim ahamiyatli bir yig'in bo'ldi deb qarayman. Bugun shu hozirgi zamon Uyg'ur til tadqiqoti va o'qitish to'g'risida mamlakatlik bir mukofotlash va ilmiy muhokama yig'in chaqirildi. Buningga qatnashganligimdan va mukofotlanganligimdan bakmi suyundim. Endi bu Uyg'ur til tadqiqoti bo'yicha bundaq bir mukofot mamlakat ichida hozir qadar tasdiqlanmagan. Endi shu muallim shirkatininki turli jafolarni yengib, iqtisod chiqarib, shundaq bir mukofotni tasdiqlanligi shu muallim shirkatininki madaniyat güçlenganligi, Uyg'ur madaniyatini gavdalantirish uchun tirishayotganligining bir ifodasi. Endi bu mukofotning ahamiyatiga kelsak, hammamiz bilamiz, bu tilshunoslik nihoyatda zerikishli bir fan. Onu tadqiq qilganlarning soni oz ham bag'an sari ozlayotdi. Ana shundaq sharoitda shundaq mukofotning tasdiqlanishi Uyg'ur tili bilan shug'ullanganlarga ilhom berish, Uyg'ur tili tadqiqotini cho'nqurlashtirish, bo'libmi hozirgi vaqtda Uyg'ur tilining iste'moli qilibsizlashayotgan yoki Uyg'ur tili iste'molidagi masala bag'an sari ko'payayotgan shundaq sharoitda shundaq mukofotning tasdiqlanishi menimcha Uyg'ur tili tadqiqotini, Uyg'ur tilini qiliblashtirish ilgari surish jihatda nihoyatda muhim ahamiyatga ega. Shuning bilan birga yoshlarning shu Uyg'ur tadqiqoti bilan shug'ullanishga undashmi buning nihoyat zo'r ahamiyati bor. Endi bugun 11 odam mukofotlandi. Bunun içinde memnun var. Endi men mush mukofotni olgan vaqtimda ham xushal bo'ldim, ham bir xil o'kinish tuyg'usi bo'ldi. Bizning nihoyatda nurg'un, bizni tarbiyalagan ustozlarimiz vaqtdi. Masalan, Ibrohim Mutiyevimiz, Hamid Tumur deymiz. Mush odamlar mushundaq sharaflarga noil bo'ladi. Ularning davrida ishlar bo'lmagan. Endi biz nihoyatda talayli bo'lib qoldik. Endi biz mushundaq mukofotni olgan vaqtida o'zimizning ustozlarimizni, bizga bergan tarbiyasini hargiz unutmasak bo'lmaydi. Bağlaşdınki prinsip bundaq. Birinchisi, shu Uyg'ur tili adabiyotininki fan qurilishida yoki Uyg'ur tilininki fan qurilishida. Fan qurilishi deganimiz shu kasblarninki o'rnini yuqori ko'tarish, mamlakatlik, nuqtliq taraqqiy qildirilgan kasblarga
eriştirish, ondan keyin doktor, magistr aspirantlarni tarbiyalash salohiyatlarga erishtirish jihatlarida to'p qo'shgan odamlar. Shuningdek, konkret mush Uyg'ur til tadqiqoti sohasida natijasi mo'l bo'lgan, mush o'qitish tadqiqot safida bir umr turgan, bundan ayrilmagan mushundaq odamlarni mukofotlashni asosiy prinsip qildi. Ondan keyin endi ma'lum darajada yoshga qaradi. Asli bu muallim şirketi bir adamga 10 ming so'mdan pul chiqarib mukofotlaymiz debdikan. Shun maslahat qilgan vaqtida men o'zimning fikrimni berdim. Az odamni mukofotlagandan ko'ra jiqroq odamni, bu ustozlarimizni mukofotlasak, biz mukofotni olgan vaqtida ko'nglimiz yerim bo'lmaydi deb shunday qildik. Asosiy prinsipim shu. Endi haqiqiy to'pisini aytgan vaqtida yana mukofotlashga tegishli nurg'un odamlar bor. Masalan, Abdurashid Yaqub deymiz, Abdukim Yasin deymiz, Nurici deymiz. Bularmi mustaqillik sohasida ilgirlayotgan, bag'ansir ko'z ko'rinayotgan shunday odamlar. Endi bir qitimda jiq odamni undaq mukofotlash ixtisosga berib taqildi. Shunga hozircha shunday bo'lib tursin deb shunday maslahat bergandan keyin bugungi nomzodlar shakllandi. Endi bizningki orzuyimiz, umidimiz shunday faoliyatlarni davomli bo'lib tursa, endi buni bo'lib tursa deb orzu qilgan bilan iqtisodiy jihat qo'llaydigan o'rin bo'lmasa bu ish vujudga chiqmaydi. Endi bugun nurg'un korxonachilarmi keldi va shu televizor orqali korxonachilarmi bugungi faoliyatning mazmunidan voqif bo'ladi. Mening deydiganim shu bizningki ilm so'yar, ma'rifatparvar korxonachilarimiz shu Uyg'ur til tadqiqoti qo'llash bu yuzidan shu sohaga jiqroq yordam qilsa. Bu hammamizning ishi. Endi bunda bo'lishilik sabab endi bu til yolg'iz bir aloqa vositasi, tafakkur quroli emas, ham madaniyatning o'zi va madaniyatningki vositasi. Bundaq aytgan vaqtida bir millatningki nihoyat muhim bir mulki. Shuning uchun buni nihoyat zo'r kuch bilan qo'g'dash, taraqqiy qildirish, sotsializm ishtirish uchun xizmat qilish. Hozirdan o'zingiz xizmat o'rningizni o'zgarish bo'ldi. Hukumatga ketgandan keyin o'zingiz mukofotni olgandan keyin bir xil besimis qildingizmi? Keyin ham tadqiqotlar shug'ullanmay qolsam? Yo'q, men besimis qilmadim. Sabab nima desangiz, men oyoq yo'tkilib qolib bu yil 3-yil bo'lib qoldi. Unda bo'lgan bilan hozirgacha tadqiqotimni to'xtatmadim. Xinjiang universitetida yana magistr aspirantlarni, doktor aspirantlarni tarbiyalayapman, dars o'tyapman. Uning ustiga meningki tarjimalimni o'qigandim dedi. O'sha g'arbiy shimol bo'yicha tilshunoslik sohasida tunji bo'lib davlatningki talash turib ta'sis qiladigan favqulodda zo'r tadqiqot programmasiga erishdi. Bu undaq programmaga erishmak tez. Xinjiangdami hozirgacha tilshunoslik sohasida bo'lmadi, g'arbiy shimolda shunday. Shuningdek, men ham o'zim bu sohadan chekinmaganligim uchun ancha andish qilmayman. Davomli tadqiq qilaman, davomli texnik natijalarni yo'riqqa chiqaraman. Xinjiang Muallim elektron fan texnik shirkatimiz 2007-yili 5-oyda qurilgan milliy til yozishdagi ma'rif elektron mahsulotlarni tadqiq qilish, ishlab chiqarish va setishni birga qilgan fan texnik korxonasi. Shirkatimiz shu qurilgandan buyon milliy til yozishdagi elektronlik lug'at, yondosh o'rgatuvchi, chekma o'quvchilar kompyuteri va bolalar kompyuteri va yaqinda bozorga solmoqchi bo'lgan taxt kompyuter, ya'ni bilgipad qatorliq mahsulotlarni ishlab chiqarib o'quvchilarningki til o'rganish, dars o'rganish va jamiyatdagi har soatdagi ziyolilarningki lug'at izlash qatorliq ehtiyojini qondirib keldik. Bu qitim biz shu Xinjiang universiteti filologiya instituti bilan birlashib yangi asrdagi Uyg'ur tili tadqiqoti va o'qitishi mamlakatlik ilmiy yig'inni uyushtirdik. Bu yig'inni uyushtirishdagi asosiy maqsadimiz shirkatimiz ishlab chiqarayotgan mahsulotlardagi ma'rif mazmunini taxim mo'llashtirish, jamiyatimizdagi ma'rif til tadqiqot o'rinlari bilan hamkorlikni kuchaytirish. Biz Xinjiang universiteti filologiya instituti bilan 4 yildan beri hamkorlik pilotimiz. O'tgan yil beshida filologiya institutidagi 4 nafar doktor va Xinjiang ma'rif institutidagi 1 nafar doktorni taklif qilib, muallim tadqiqot bo'limi qurib chiqqan. Bu tadqiqot bo'limining qurilishi bilan biz shu o'rta boshlang'ich maktab darsliklarini xanzu tili, ya'ni yuvin darsligini
Uyg'urcha tarjim qilish xizmati davomliq Bashar maktabining o'sh qism kitobini tarjim qilib, buni chekma o'qitish shaklida o'zimizning mahsulotlarimizda ishga oshirdik. Ya'ni ishlatuvchilar shu elektronlik darslikni Uyg'urcha, Xanzucha ikki xil tilda ovozli o'qitib anglay oladi o'quvchi bolalar. Bu hozirgi shu o'quvchi bolalarningki darslikni o'rganishiga nihoyat foydali. Onun boshqa bu qitimlik yig'inmi tadqiqot bo'limininki bevosita yetakchiligida Filologiya institutining rahbarligida uyushtirildi. Buningdan keyinmi bu sohadagi hamkorlikni taxim kuchaytiramiz. Buningdan keyingi yillarda shu jamiyatimizga har sohadagi tadqiqot o'rinlari bilan taxim zich hamkorlashib, Uyg'ur tilidagi elektronlik mahsulotlarning taraqqiyoti uchun kuch chiqaramiz. Bu qitimliq yangi asrdagi Uyg'ur tili tadqiqoti va o'qitishi, mamlakatlik ilmiy muhokama yig'inining ochilishi Uyg'ur tili o'qitishi va tadqiqoti uchun to'hfasi intayin zo'r bo'lib, Uyg'ur tili uchun elib berilgan bir katta ish hisoblanadi. Biz Al-Kuyi to'ri va barliq to'rdashlarga vakolatan bu qitimliq mamlakatlik ilmiy muhokama yig'inining Urumchida g'albilik holda ochilganligini chin dilimizdan muboraklaymiz. Shundaqla Uyg'ur tili uchun to'hfa qo'shayotgan har bir to'hfakor tilshunos olimga, barliq tadqiqotchi ustozlarga samimiy ehtirom va hurmat bildiramiz. Ana tilim chilvem jazirem, ana tilim göher xazinem, ana tilim Mekke Medinem, ana tilim özü bir alem. Ana tilim cilvem cezivem, ana tilim göher xazinem, ana tilim Mekke Medinem, ana tilim özü bir alem. Yorulmaydı tarixim sensiz. Cehalette bu dilim sensiz. Bir parça güç bu tilim sensiz.